Assalomu alaykum. 5-sinf matematika darsligini mashq daftarini yechishda davom etamiz. Darsligimizdan 137-bet romb mavzusiga kelganmiz. Ya'ni to'rtburchakning turi. Romb. Qanaqa to'rtburchak romb deyiladi? Mana asosan quyidagicha shaklga ega bo'lgan to'rtburchaklar romb deyiladi. Unda qanaqa xossalar bor? Qarama-qarshi burchaklari teng va hamma tomoni ham uzunligi teng bo'lishi kerak. Bundan oldin parallelogramma o'tgandik. Mana ikkita qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lishi kerak, tepa bilan past, yon bilan chap. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bular ikkalovi parallel, ikkita qarama-qarshi tomonlari ham parallel bo'ladi. Parallelogramma qarama-qarshi burchaklar teng edi, lekin tomonlari har xil edi. Masalan, yon tomonlari 5 sm dan, tepasi bilan pasti 10 sm dan bo'lishi mumkin. Bu rombda hamma yog'i masalan 5 bo'lsa, hamma yog'i bir xil, 5 sm bo'ladi. Rombda mana bunaqa chizsa ham bo'ladi. Mana bunaqa asosan o'yinlarda yoki qanaqadir kinolarda ko'rishimiz mumkin, filmlarda shunaqa shakldagi romb. Hamma tomoni teng to'rtburchak. Burchaklari demak 90 gradusdan farqli bo'ladi. To'g'ri burchak bo'lmaydi. Hozir rombni xossalarini ayting. Mana shu yerdan demak romb chizilgan xossasini aytish uchun ko'rib turibmiz. Har bitta tomonining uzunligi teng. 3 ta kateni demak diagonalini bo'lyapti. Demak bu ham masalan uchu 2 sm bo'lishi mumkin. Uchu 2 emas. Kattagi bilan hisoblasa 1,5 dan sal kattaroq. 1,7 santimetrdan bo'lishi mumkin o'lchasak. 1,6 burchaklari G bilan Y mana bu o'zaro qarama-qarshi burchaklari teng. Mana H bilan mana F burchagi ham teng o'zaro. Xo'p, shu demak qarama-qarshi tomonlar hamma yog'i teng, qarama-qarshi burchaklari teng va qarama-qarshi tomonlari parallel. Qarama-qarshi tomonlari parallel. Demak, mana Y H tomonni davom ettirsak, mana bu tomon F G tomon bilan mana bunda parallel, kesishmaydi. Cheksiz u yoqqa ham, tepaga ham, pastga ham davom ettirsa, kesishmaydi. Va bunaqasi ham, bu ikkita tomoni ham parallel. Ikkita qarama-qarshi tomonlari parallel, ikkita qarama-qarshi burchaklari teng va hamma tomoni teng bo'lgan to'rtburchak. Hop, romb mana bunaqa ikkiga bo'lsa, bunaqasi ham ikkiga bo'lsa, ustma-ust tushadi. Shuning uchun qarama-qarshi burchaklari teng degan xulosaga kelish mumkin. Hop, bunaqasiga bo'lib, yon-yon joyini almashtirsak, to'g'ri nima G bilan H, Y bilan F burchaklari yoki G bilan F, Y bilan H burchaklari to'g'ri chiziq hosil qiladi. Bu degani qo'shni burchaklari teng. Parallelogramda ham xuddi shunaqa edi. Masalan, pastdagi burchak bilan yonidagi yoki chap yonidagi burchaklarni qo'shsa 180. Bu ikkalovini qo'shsak ham 180. Hop, mana Y bilan F ni qo'shsak ham 180, Y bilan H qo'shsak ham 180 gradus bo'ladi. Ya'ni bitta tomonga yopishgan ikkita burchakni yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Qarang va o'rganing. Demak, hamma tomoni teng va qarama-qarshi tomonlari parallel. Parallelligini ifodalovchi uchburchak belgilaridan foydalanilgan. Qarama-qarshi burchaklari teng, keyin qo'shni burchaklarni, ya'ni bitta tomonga yopishgan burchaklarni yig'indisi 180. Mana bu tomon deb olsak, shu tomonga yopishgan ikkita burchakning yig'indisi 180. Yoki tepadagi tomonni olsak, shu tomonga yopishgan Y bilan F ham yig'indisi burchaklarni necha gradus bo'lsa qo'shsak 180 chiqar ekan. Yoki bu tomon, mana bu tomon, shu tomonga yopishgan mana ikkita F bilan G burchagini qo'shsak ham 180 chiqadi. Bundan quyidagi misolni yechish mumkin. Mana romb berilgan. Demak, PQ QR mana PQ mana bu tomon QR ga teng. Yana mana qolgan ikkaloviga ham teng, ya'ni RS va SP. RS va SP tomonga teng. Hop, endi qarama-qarshi tomonlar parallel. PQ tomon SR tomonga parallel. SR. Endi PS tomon, mana PS tomon mana tepadagi pastidagiga parallel. RQ tomonga. Harflarni joyini almashtirsak ham bo'ladi. QR tomon desak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Burchaklar, qarama-qarshi burchaklar teng. P burchak qaysiga teng? P burchak ro'parasidagi R burchakka teng. Q burchakcha uni ro'parasidagi S burchakka teng. Endi bir tomonga yopishgan P, Q burchaklarni mana bu yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Hop, bu yoq tomondagi bitta tomonga yopishgan P bilan S, tepadagi tomonga yopishgan P bilan S
burchaklarning yig'indisi ham 180 gradus bo'ladi. Endi bunga mos mashq daftardan 169-betdan rombga doir misollarni yechib tashlaymiz. Mana romb berilgan ekan. Romb degani hamma tomoni teng, bitta tomoni 5 mi? Demak, hamma tomoni 5 sm. Demak, bittasi 148 mi? Ro'parasi ham 148. Endi bu yoq burchagi necha bo'ladi? Bu yoq burchaklarni topish uchun 180 dan 148 ga ayirish kerak. 180 dan 148 ga ayirsa 32 bo'ladi. Mana tomon burchagi 32, bu yog'i ham 32 bo'lar ekan. Hop, endi so'ragan narsalarni yozib tashlaymiz. AB tomon necha? Hammasi 5 sm. Bir xil bo'ladi. Tomonlari rombniki bir xil. Hop, burchagi ABC burchagi. ABC. Demak, mana burchak haqida gap ketyapti. Bu 32 gradus. ADS o'rta harfda D turibdimi? Demak, bu yoq burchak haqida gap ketyapti. D burchak. Bu yoq ham 32. BCD. BCD o'rtada qaysi harf? S harf. Demak, mana bu burchak haqida gap ketyapti. Bu 148 bizada. Bo'ldi. Keyingi romb. Hop, bu yerda ham birinchi yozib tashlaylik. Mana 3 sm bo'lsa, hamma yog'i 3 sm dan bo'ladi. Hop, 150 bo'lsa, bu yog'i ham 150 bo'ladi. Mana tegidagi 180 dan 150 ni ayirsa 30 gradus. Tegidagi bilan tepadagi burchaklari 30 gradusdan bo'ladi. Bo'ldi. Demak, hamma tomoni 3 sm dan 3 burchaklari H, Y, F. O'rtadagi harf Y mi? Tepada Y uchidagi burchak haqida gap ketyapti. Bu 30 gradus. Y, H, G. H mana bu. Bu ham 150 ni ro'parasida turibdi. Shuning uchun bu ham 150 bo'ladi. Demak, H, G, F, G burchagimiz mana bu burchak 30 gradus. Bo'ldi. Hop, quyidagi noma'lum burchaklarni toping. Hop, A burchagini topish kerak. 33 ro'parasida turgani uchun A ham 33 gradus. Hop, D burchak 125 ro'parasida turgani uchun bu ham 125 bo'ladi. Y burchak 55 qarama-qarshi burchagida bo'lgani uchun bu 55 gradus bo'ladi. Hop, S burchagini topish uchun 180 dan 74 ayirishimiz kerak. 74 qarama-qarshisidagi burchak emas-da, S burchak, yonidagi burchak. Shuning uchun yonidigini topish uchun 180 dan ayirishimiz kerak. Necha bo'ladi? 106 gradus javobimiz. Bu yerdachi, bu yerda ham xuddi shunaqa. Burchak B ni topish uchun 180 gradusdan yonidagi 42 ni ayirish kerak. Ayirsak 138 gradus bo'ladimi? Javob shu. Keyingisi. Hop, 110 dan, demak, mana ikkita yon tarafdagi burchaklar, demak, F burchagimiz teng barobar G burchakka, u ham teng 180 dan 110 ni ayirganiga. Barobar 180 dan 110 ni ayirsa 70. Ikkalovi bu ham 70. Qarama-qarshi burchaklar teng. Bu yoqda endi K burchak 50 ni ro'parasida turganligi uchun K burchak 50 gradus bo'ladi. Endi mana bu H burchak bilan J burchak o'zaro teng. Ularni topish uchun 180 dan 50 ni ayirishimiz kerak. O'shanda javobimiz 130 bo'ladi. Hop, 170. Buni ham ishlab qo'yishimiz kerak. 170 bo'ldi. Hop, 3-topshiriq keyingi videolarda ko'ramiz. Xayr, salomat bo'ling.